Assalomu alaykum hammaga. Mart oyida bo'lib o'tgan Prezident maktabi imtihoni ingliz tilisini tahlil qilamiz. Demak, birinchi savolimiz what does the sign mean? Quyidagi belgi nimani anglatadi? Wet floor degani demak polimiz nam yoki ho'l degani be careful, ehtiyot bo'ling. Ya'ni mana bu rasmda ko'ryapsiz, odam yiqilib tushishi mumkin, ogohlantiryapti. Demak, the floor is clean, toza, the floor is broken, siniq. The floor may be slippery. Demak, slippery degan toyinchiq degan ma'noni bildiradi. Toyib ketishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Mana shu siz javobimiz to'g'ri bo'ladi. What should people do? Please keep silent in the library. Kutubxonada jimlikni saqlang degani. Odamlar u yerda qattiq gapirishi noto'g'ri. Speak quietly demak, jim gapirishlari kerak. Yoki pichirlashib gapirishlari kerak. Bu javobimiz to'g'ri. Play games noto'g'ri. Listen to music noto'g'ri. What should people understand from this notice? Bu demak swimming pool haqidagi notice ekan. Basseynimiz yopiq, tozalash uchun degan tarjimani keltirib chiqaramiz. Open now noto'g'ri. Pool is dangerous. Xavfli degan noto'g'ri. Cannot be used now degan javobimiz to'g'ri. S javob. D javobimizda odamlarga to'la degan javobimiz noto'g'ri bo'ladi. Keyingisi bu o'sha maktab yoki universitetlarda staff only, faqat xodimlar degan tarjima qilinadi. No students allowed, o'quvchilar yoki talabalar kiritilmaydi, ruxsat berilmaydi degan ma'nodagi belgi hisoblanadi. Anyone can enter, istalgan odam kiradi, noto'g'ri. Student must study here, bu yerda talabalar o'qishlari kerak, noto'g'ri. Students should wait, kutish haqida gap so'z berilmagan. Only school workers can enter, faqatgina maktab xodimlari kira oladi degan javob D javob to'g'ri. What does this sign mean? Bu nimani anglatadi? Do not feed the animals. Hayvonlarni feed deganimiz boqish, yedirish, narsa berish. Yeyishga narsa berish degani. Shunaqa narsa bermang deyishyapti. Ba'zi bir zooparklarda shunaqa hayvonot bog'ida shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Visitors must not give food to animals. Tashrif buyuruvchilar hayvonlarga ovqat bermasliklari kerak degan A javobimiz to'g'ri. Qolganlari hungry, kechqurun yoki hayvonlar bilan birga yeyish degan javoblar noto'g'ri. Lug'at boyligi haqidagi savollarga o'tamiz. 6. Ali forgot his umbrella. Demak, u soyabonini unutgan. So he got very in the rain. Demak, yomg'irda soyabonsiz odam nima bo'lishi mumkin? Bu javobda wet, ya'ni nam, ho'l bo'lishi mumkin. 7. savol. This is a place where planes take off. Plane deganimiz samolyot. Demak, bu shunaqa joyki samolyotlar take off degan so'z bilish talab etiladi. Uchmoq degan ma'noni bildiradi, yerdan ko'tarilmoq, va land, qo'nmoq degan ma'noni bildiradi. Landning yana bitta ma'nosi yer degan ma'noni bildiradi. Demak, samolyotlar uchib qo'nadigan joy airport. A javobimiz to'g'ri. If something is huge, it is degan. If something is huge, huge degani juda katta, ulkan degan ma'noni bildiradi. Bunga sinonim topadigan bo'lsak, very large degan da javobimiz to'g'ri. People go to this place, odamlar bu joyga borishadi when they are sick and want to recover. Ular kasal bo'lganida, qarang bu yerda nimaga bu test berildi? Chunki sick degan so'z ill degan so'zni sinonimi hisoblanadi. And want to recover. Recover esa bu xo'p, recover degani qayta tiklanish degani, kasallikdan qayta tiklanish degan ma'noni bildiradi. Mana shu joyida hospital degan javobimiz to'g'ri keladi. Shu so'zlarni tekshiryapti bu savolimiz. Keyingisi, Sarah studied very hard. Sarah juda ham qattiq o'qidi. So he nimadir the exam. Demak, u imtihondan o'tdi demoqchi. Imtihondan o'tdi degan javobimiz C javob. She passed the exam bo'ladi. Failed bo'lsa bu yiqilgan hisoblanadi. Yiqilgan odam odatda yaxshi o'qimaganligidan yiqiladi. Demak, bu mantiqan noto'g'ri. She forgot the exam. Imtihonni eslatib chiqarib yuborish haqida emas, chunki qattiq o'qigan odam imtihondan o'tdi deganini bildiradi. Miss the exam degani o'tkazib yuborish, ya'ni esdan chiqarib yoki ulgurmasdan o'tkazib yuborish degan ma'noni bildirishi mumkin. Bu javobimiz ham noto'g'ri. Keyingi savolimiz dialoglarga javob berish. Where did you go yesterday? Qayerga bording? Demak, kecha qayerga borgani haqida gap bo'lyapti. Bu hozirgi davomiy zamon xato. Nimani yaxshi ko'rishimiz like degan so'zligi javob noto'g'ri. It was very interesting. Juda ham qiziq edi deganimiz bu tushunarsiz. I went to a party with my friends. Men do'stlarim bilan ziyofatga bordim degan o'tgan zamonli to'g'ri javob berilgan da javob.
12. Can you help me with this homework? Bu uyga vazifa bilan yordam bera olasanmi degan savolga yes of course degan javobimiz juda ham to'g'ri. Bu javob maktabni men tugatdim. Mantiqan noto'g'ri. Ya'ni bu bir-biriga mos emas. It's very cold today. Uy vazifasiga aloqasi yo'q. I like homework. Demak, bu homework so'zi ishlatilgani bilan men uy vazifasini yaxshi ko'raman deyish, menga yordam berasanmi degan joyda javob bo'la olmaydi. Unaqa munosabat bildirilmaydi. Albatta deb xayrixohlik bildirilishi mumkin. Keyingi jumlamiz Thank you for helping me. Yordam berganing uchun rahmat. Arzimaydi deganga o'xshagan javob berilishi kerak. You're welcome degan javobimiz to'g'ri. Keyingisi I'm hungry, men ochman. Let's eat something. Keling nimadir yeb olamiz degan taklif berish juda ham to'g'ri bo'lar edi. Hamburger haqida I like hamburgers degan so'z berilgan bo'lgani bilan men ochman deganga kimdir bu yoqdan turib menga gamburgerlar yoqadi deyish bu noto'g'ri javob berilgan bo'lar edi. A javobimiz demak to'g'ri. Ha, shu yerda aytib ketay, neither am I deganni juda ko'p ishlatishingiz mumkin. So am I, neither am I. Bular demak agar birinchi gap negativ bo'lganida edi, bu to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Masalan, I am not hungry, men och emasman deganga ikkinchi turgan odam neither am I desa, men ham och emasman degan munosabat javob berib, bu to'g'ri javob bo'lishi ham mumkin edi. Faqat bu pozitiv gap bo'lgani uchun biz negativ gap bilan javob bera olmaymiz. O'shaning uchun javob noto'g'ri. Mana shu joyi juda ham yaxshi narsani bergan. Keyingisi I can solve this math problem. Bu matematik misolni men yoki muammoni men yecha olmayman. Ya'ni bu misolni ishlay olmayman deyapti. You're welcome. Arzimaydi degan xato. Try again slowly. Yana sekinroq urinib ko'rchi degan javobimiz bu juda ham yaxshi maslahat deb hisoblaymiz. You should go to bed early. Erta uxlashing kerak. I have no idea. Men bilmayman. Menda fikr yo'q degan. Bu noto'g'ri bo'lar edi. To'g'ri javobimiz B. Kechirasizlar, mana B. Xo'p, ketdik mana bu Sarvar degan yigitcha haqida. Tekstni grammatik jihatdan to'g'rilaymiz. Every yearni tagiga chizish kerak. Sarvar birlikda u bilan goes ishlatiladi. Har yili u yozgi oromgohga borar ekan. Last weekend so'zini tagiga chizish kerak. Bu vaqt ifodasi time expression deymiz. Lekin bu yerda juda ham chalg'ituvchi so'z bor, went, ya'ni bormoq so'zini o'tgan zamoni. Bu yerda nafaqat o'tgan zamon demak, barchasi o'tgan zamonda turibdi, balkim mana bu trip degan so'z bor. Mana shu so'zga birga ishlatiladigan collocation, ya'ni birikma haqida gap ketyapti. Take a trip to somewhere. Take a trip degani bir joyga safar qilmoq degan ma'noni bildiradi. Take ni o'tgan zamoni took bo'ladi. He took a trip to the mountains. U tog'larga, tog' bag'riga sayohat qildi, safar qildi degan javobimiz C javobda to'g'ri. Stayed in a small tent. Ular oilaviy borgani uchun ular chiroyli beautiful lake, chiroyli ko'lni yonida kichkinagina bitta chodir qurib o'sha yerda bo'lishdi deyapti. Demak, gapga ega kerak. Gapni boshida he, she, it, they, we mana shunaqa so'zlar keladi. Mana shuning uchun the javobda they degan turibdi. Theirs ularniki degani theirdan keyin nimadir kelish kerak. Them degani bu to'ldiruvchi, bu gapni egasi, gapni boshida bo'la olmaydi. 19. The mountain air is. Demak, tog'dagi ob-havo deyapti. Is fresher than the air in the city. Shahardagi ob-havodan yaxshi tozaroq deyapti. Solishtirma daraja. Than degan so'zni tagiga chizsak, solishtirma daraja qilish kerak. A va S javob chiqib ketadi. D javobda more fresh degan nimaga xato desangiz, fresh bir bo'g'inlilarda o'ziga er qo'shilar edi. Agar ikki bo'g'inli bo'lib ketsa, masalan, beautiful degan so'zda 3 ta bo'g'in bor, unga more beautiful deb ketar edik. Mana shuning uchun er degan qo'shiladi. 20. Sarvar aytdiki, Sarvar said it was interesting, qiziqarli as his previous camping trip. O'tgan yilgi tripga o'xshab, bu safargisi ham juda ham qiziqarli bo'lgan deyapti. Bu yerda as birikmasini bilib qo'yishimiz kerak. As interesting as. Ikkita narsani solishtirib, ularni o'xshashligini aytmoqchi bo'lsangiz, as birikmasini ishlatasiz. O'rtasiga sifat yoki ravish qo'yasiz. Mana sifat qo'yilgan
variantida turibdi. C javobimiz to'g'ri. 21 tekst muzeyga borish haqida. A school trip to a science museum. Demak, o'sha ilm nima deydi? Texnologiya, fan muzeyi haqida gap ketyapti. Demak, birinchisi 21 savol. Last month, o'tgan hafta, o'tgan oyda bo'lgani uchun bu o'tgan zamonda bo'ladi. Biz we visited degan javob to'g'ri. B javob, chunki hammasi o'tgan zamonda bo'lyapti. 22 savolda qarang. My friend Valley loves science. Meni do'stim Vali mana shu ilm fanni juda ham sevadi, yaxshi ko'radi. Shuning uchun he was very excited. Shuning uchun u juda ham hayajonlangan, u juda ham bir ehtirosli edi deganimiz javobi so bo'ladi. So he was very excited. Keyingi 23-da everyone listened very carefully. Hamma juda ham diqqat bilan tingladi. The guide was explaining the experiments. The guide deganimiz bu o'sha bizni kuzatib olib yuruvchi gid, yetaklab yuruvchi, tushuntiruvchi odam gid was explaining tushuntirayotgan edi experiments. Qanaqa eksperimentlar bo'lishini tushuntirayotgan. O'tgan davomiy zamon was explainingni tagiga chizish kerak, hurmatli tinglovchilar. Bu degani o'tgan davomiy zamon. Demak, ikkita narsa bo'lgan. Gid tushuntirayapti, tasavvur qilinglar. Hamma eshitib turibdi. Bu ikkitasi bir vaqtda sodir bo'lgani uchun while birikmasi, while bog'lovchisi qo'yiladi. While the guide was explaining, u tushuntirayotganida hamma diqqat bilan eshitdi deganim. Before oldin, after kelgan bu jarayonlar ketma-ket sodir bo'lgan emas. If degani agar degani bu yerda shart berilgan emas. At the end of the visit, demak bizni tashrifimiz tugagandan keyin o'qituvchimiz asked me, mendan so'radi to write email about the trip. Mana shu trip haqida qandaydir bir email yozgan direktorga deb aytibdi. Email dan boshlangani uchun an email degan javob to'g'ri keladi. Bu qandaydir bir email. An artikli ishlatiladi. I hope, demak, bilib qo'yishimiz kerak. Hope'ni tagiga chizganda hikmati bor. Hope'ni tagiga chizsangiz, hope bilan odatda will ishlatiladi, chunki bu kelajakka qarab aytilgan gap. Birinchi darajali kelajak ishlatiladi. Will degan javob to'g'ri. Have to degan majbur bo'lmoq yoki kerak qilishimiz kerak degani. Umid qilamanki, biz yana muzeyga borishga majbur bo'lamiz degan javob mantiqan noto'g'ri. Zamon jihatdan ham noto'g'ri. Need to ham xuddi shunday, bu ham zamon jihatdan noto'g'ri. Must ham shart degan modal fe'lni bildiradi. Demak, eng to'g'ri javob C javob berilgan. Davom etamiz. Keyingisi the International Air Space Station. Demak, shunaqa stansiya bor. Eksperimentlar qilish uchun xalqaro fazo stansiyasi haqida gap ketyapti. Demak, what is the International Space Station? The International Space Station is a large laboratory in space. Fazodagi laboratoriya ekan, space laboratory degan de javobimiz to'g'ri. How long does it take for ISS to complete one trip around the Earth? It travels very fast. Juda tez yuradi, juda tez sayohat qiladi, ya'ni uchadi. And completes one trip around the Earth. Yer atrofini aylanib o'tadi in about 19 minutes. 90 daqiqa ichida yerni atrofini aylanadi degan juda ham qiziq, ajoyib fakt ekan. 90 minutes bilan 90 seconds farqi bor. 90 days xato, A va D javob chiqib ketadi. 2 soat deganimiz bu 120 minut. 1 hour and 30 minutes. 1 soat va 30 minut degan javobimiz to'g'ri. Astronauts float in space because deyapti. Astronavtlar, mana bu float degan yangi so'zni yodlab qo'yishlaringizni maslahat beraman. Float degan muallaq turish, muallaq uchish, mana shunaqa suvni ichida yoki fazoda muallaq yurishga float deb aytiladi. In space, fazoda ular muallaq yurishadi. Nimaga degan javobni tekstdan qaraymiz. In space, fazoda, there is almost no gravity. Deyarli gravitatsiya mavjud emas. So, shuning uchun astronauts float instead of walking. Ular piyoda yurmaydi, qayerdadir yuzada, balkim ular o'sha muallaq uchib yurishadi, deyapti. Demak, hamma narsa gravitatsiya bilan bog'liq ekan. Bu javobda there is almost zero gravity degan javob to'g'ri. Deyarli gravitatsiya mavjud emas, deyapti. Keyingi savol, astronauts exercise every day. Har kuni ular mashq qilishadi. Demak, astronavtlar mashq qilish haqida mana bu yerda exercise degan joy bor ekan. Astronauts do many scientific experiments in space. Juda ham ko'p ilmiy eksperimentlar qilishadi.
They also exercise every day. Ular har kuni mashq qilishadi. To keep their muscles strong. Ular muskullarini kuchli, mustahkam saqlab turish uchun har kuni mashq qilishar ekan. To travel faster, tezroq uchish uchun mashq qilishadi. To stay strong. Stay strong degani demak, kuchli bo'lib qolishlari uchun degan javob esa javob to'g'ri. Win competition musobaqada yutish emas, maqsad yaxshiroq uxlash emas. Demak, hissa javobimiz to'g'ri. What is the purpose of the space station? Space stationning maqsadi nima? Mana oxirgi gapdan ko'rsak bo'ladi. The space station helps scientists, olimlarga yordam beradi, learn more about space, fazo haqida ko'proq narsa o'rganishga, and how humans can live there in the future. Kelajakda odamlar u yerda qanday yashashi mumkinligi haqida ko'p bilimlarni olishadi va fazoni o'rganishadi. To study life in space. Mana shu javobimiz to'g'ri. Assalomu alaykum, Alo, Muzaffar aka, yaxshimisiz? yaxshi rahmat, assalomu alaykum. Yaxshi o'tirib oldingizmi? Avoy, girsak cho'zilib ketadi bizga. Yo'q, Oydinmi? yaxshi o'tdimi yaxshi, sog'ligingiz yaxshimi o'zingizni? Oydin. Rahmat. Biza yaxshi, Oydin. xudoga shukr. Avo, rahmat, rahmat. Yaxshimiz. Mazani chek, oydinmi? Kattadan yo'l qo'ydingizmi? Asta-sekin, avo, asta-sekin qo'yaturmiz, xudo xolasa. Amin. Asta-sekin qo'yaturmiz. Shu bir e'tibor etib bersak, oydinlashib borishi kerak. Birgalikda. Nasib. Bir iltimos bor edi. Akam bitta mazasi qachqan ekan, bizlar aytmay yuribdilar ekan menga. O'zi yaqinda bir gemoroy dedilarmi, shuning nalari bor ekan, damorlarini damanavdir bo'lgan ekan. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, bitta charchadilar, bir 2-3 yil natdilar mamamiz, ya'ni mamamiz akamning analari bitta mazasi yo'q edi. Ular yanında ko'p bo'ldilar, oilaviy yana bir ikki tashvishlar bo'ldi. Meni o'zim bilishimcha ancha mentalniy charchab berdilar-da, deb o'ylayman. Yoshlari 67 da hozir, 59-yillar. Uchinchidan, urologik kasallik bor degan gap bir yerdan chiqdi. Men bilmayman uni kim aytdi, balkim doktor aytdimi, o'zlari aytib o'tiribdilar hozir. Shuning bor deb turibdilar-da, endi bilib turibman. Shu akam bir bundan 15 yil burunmi pankreatik o'tirganlar, oshqozon osti bezi rakini operatsiya bo'lib, ana shu Urganchda operatsiya bo'lib o'tirganlar. Undan keyin yaxshi bo'lib, shu yaxshi yuribdilar, shundan beri tez-tez ovqatlanadilar. Shu endi yuraklarida ozgina nima bo'lar edi. Hozir men urolog og'amiz bor, Maqsud ağa degan, Duruzbali, donasizmi yo'qmi? Maqsud ağa aytib qo'ydim, "Gel, birinchi kel" dedilar. Men ular yandan chiqib urologiyaga. Yana urgan shahar. Havan. Urologiya olib borib, akam urologический tarafdan bir qator tekshirtirsamdan, agar okey bo'lsa, yo nodir tavsiyalar bersa uni qabul qilsamdan, shu gemoroy dedilarmi? Ana shu taraflari bo'yicha Yordam beramiz. kimdir bo'lsa men olib bora dedim-da, xudo xolasa. Ha, o'zingiz? Bizlar ish yo'q. Siz aldiysa borsak, o'tirib gurunglashsak. Keyin no desangiz tushiraman. Shu akamga bir e'tibor etmasam, o'zim ham qisinib ketdim keyin shu qaramaganim uchundan, to'g'risi. Qisinib ketdim. Shuna xudo xolasa bir ajoyib etib, keyin kim uchrashda siz uchrashali, no topshir desangiz topshirali, xudo xolasa. Ha, bo'ldi, ma'qul gap. Ma'qul gap. birinchi bezovta turgan vaji davolash kerak, keyin u ikkinchi bo'ladi. Ma'qul. Qaysi ko'proq bezovta turgan shuni misoli prostata bezovta muammo bo'lib orqaga qilib turgan bo'lsa, Birinchi uni ochish kerak. Bo'ladi-da. Problema bo'ladi, ne bo'ladi? Unda o'n tarafga ko'proq urg'u berib, bu davolaveradi. Keyin agarda qon ketib yurgan bo'lsa, axlat chiqqanda, netganda yoki qattiq bir tugunlar chiqib, analiz sohada bezovta yurgan bo'lsa, unda gemoroyga e'tibor berish kerak.
Görüş gerek tügül bilmem. Ben aytayin bo'lmasa birinchi shu biza urologiya boralidan ulardanki vaziyatni bilali, nav topshirish desa topshirali. Ha, Avon, kim ularning xulosasi bilan siz yana o'tamizdan nima ko'rasiz, o'zingiz sohangiz ham ko'rib olasiz inshaalloh. daha hayatı. Ya, Ertaga kelasizmi, xudo xolasa? şey nasıl şunda? 7 deyvering, 7ni mo'ljallab. Gitti mi? Nasib. Shunga o'xshaydi, men ham qo'shilishib o'tiribman. Yani buladı, bana buladı. Zakon. Yani her etişim gerekeyim ben. Ya, son iş. Yo, xudo xolasa al bo'ladi, netmang. Boshqa tirma Akmal akam o'zi asta-sekin ko'mak berar, pulam tushib tursa oydin. Ama işte bu iki adam böyle iki adam. Ava. Endi insonlar hayotini saqlab turibdi, Xudoni fazli bilan, qudrati bilan saqlashi esa sababchi bo'lib tursiz. U panel texnologiya, pul-sil topiladigan narsa deb o'ylayman, xudo xolasa. Siz qo'lingiz baland inshaalloh. Allah Inshaalloh. Allah. Sog' bo'lg'aysiz. Yaxshi, siz Allah. charchabsiz, bir damingizni oling. Neyse görüşelim sonra. Nasib, nasib, yaxshi. Yaxshilikda ko'rishalaga. Yaxshi. Neyse. Demak, fazodagi hayotni o'rganish degani qanaqa hayot yashash haqida, masalan, yangi raketa yaratish noto'g'ri, tezroq stansiya uchish uchun ular harakat qilishadi, competition yana o'sha narsalar noto'g'ri. Keyingisi 3 ta Ali, Malika va Rustam haqidagi tekstlarni biz hozir nima qilamiz? Gaplashib o'tamiz. Who enjoys creative activities degan, creative degani bilasizlar, yaratuvchanlik, chizmachilik, yana nimadirlar. Malikani o'qiydigan bo'lsangiz, drawing and painting degan, pictures of nature, chizish yaxshi ko'rar ekan, demak, bo'yash, chizish, mana shu narsalar yaxshi ko'rar ekan. Bu demak Malikaga to'g'ri keladi. Qolganlar sportni yaxshi ko'rishadi. Bittasi shaxmatni, bittasi kechirasizlar, man uchta tekst hobbilar haqidaligini aytib o'tdim degan umiddaman. Bittasi yugurish va futbolni yaxshi ko'rar ekan. Ketdik. Who likes outdoor physical activities? Outdoor physical activity yaxshi so'z, yodlab qo'yish uchun. Bu o'sha tashqarida qilinadigan sport turlaridan, masalan, futbol yoki mana yugurish haqida gap ketyapti. Mana shu narsa Rustam degan javobimiz javob to'g'ri. Who wants to make a career in sports? Kim sportda karyera qilmoqchi? Karyera degani kelajak kasbini mana shunga yo'naltirmoqchi degani. Rustamni davomini o'qisiz. I hope to become a professional football player. Men professional futbolchi bo'lishni umid qilyapman degani. Bu demak karyera tanlamoqchi. Yana Rustam javob to'g'ri. Which hobby requires careful thinking? Qaysi hobbi judayam o'ylashni talab etadi degani. Mana bilsangiz, I enjoy thinking carefully and planning my moves. Demak, shaxmatda Ali nima qilar ekan? Juda ham chuqur o'ylar ekan va keyingi yurishlarini ehtiyotkorlik bilan rejalashtirar ekan. O'shaning uchun chess degan javobimiz bu javob to'g'ri. Maslahatim, o'zingizni ichki mana bu savolni o'qib turib, tekstga qaramasdan ha bu shaxmat-ku deb urib ketmasliklaringizni maslahat beraman, chunki ba'zan savollar mana bu tricky deymiz, ya'ni chalg'ituvchi bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun testni o'zidan tekshirish albatta maslahat beriladi. Oxirgi javob: Who attended a contest at school last year? O'tgan yili kim musobaqaga qatnashgan degan savolni javobini birgalikda qidirib ko'ramiz. Mana bu yerda Ali, shaxmatchi Ali. I even joined a small chess competition. Mana shu joyda competition va contest degan so'zlar sinonim bo'lib kelgan. Demak, Ali o'tgan yili shaxmat chempionatiga qatnashib ko'rgan ekan. Ali degan javobimiz A javob. Ibn Sino haqida tekst ketdik. From the text, the word curiosity most nearly means. Curiosity nimani anglatadi? Agar siz tekstda tushadigan mana shunaqa lug'at boyligi so'raladigan savollarga javobni bilmasangiz, kontekstdan javob chiqarishingizni maslahat beraman. Ya'ni mana bu tekst atrofini o'rganib, biroz mulohaza qilish orqali mana shu so'zni mana anglatish mumkinligini taxmin qilishingizni maslahat beraman. Birinchidan, ikkinchidan, siz xato deb bilgan javoblarni chiqazib tashlab, keyin taxminan belgilashingizni maslahat beraman. Agar aniq so'zni bilmasangiz, lekin siz
Prezident maktabida o'qishga kirish uchun mana shunaqa so'zlarni bilib borishingiz kerak. Lug'at boyligingizni oshirishni esingizdan chiqarmang. Curiosity degan so'zni ma'nosi bu qiziqish, nima deydi, ilmga chanqoqlik, hamma narsani o'rganib ko'rishga bo'lgan chuqur ishtiyoqni bildiradigan so'z hisoblanadi. Buni kontekstdan olishga harakat qilamiz. Demak, Avicenna degan nomini Yevropada shunaqa deyishadi. Tarixdagi eng kuchli doktor va olimlardan bo'lgan. Mana shu yilda tug'ilgan Buxoroda, which is now in Uzbekistan, hozir O'zbekiston hududida. From a very young age, judayam yoshligidan Ibn Sina showed great intelligence, judayam chuqur, nima deydi, aql, idrok namoyon etgan va qiziqish unda kuchli bo'lgan. Mana shu gapni o'zidan ko'rsangiz bo'ladi. He loved reading books and learning about many subjects. Juda ko'p fanlarni o'rganish va kitob o'qishga yaxshi ko'rgan ekan yoshligidan. Demak, curiosity, travel to many places, ko'p joyga borishni anglatadi degan javob, masalan, bu javob xato, chiqarib yuborish kerak. The talent for treating patients, bemorlarni davolash degan so'z hali bizni yoshligidan u mana eng yosh paytida u hali tabib bo'lgan emas. O'shaning uchun bu javobni ham chiqarib yuborishingiz mumkin. Writing many books, ko'p kitob yozish. Bu yerda kitob o'qish haqida, reading books ketgan, bu yerda yozish haqida gap ketgan. Demak, siz agar curiosity'ni ma'nosini bilmasangiz ham, xato deb bilgan javoblaringizni chiqarib tashlasangiz, a strong desire, kuchli xohish to learn new things, yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan kuchli ishtiyoq degan javob. Javob to'g'ri. 37. What helped Ibn Sina become well known when he was young? Yoshligidan nima orqali u juda ham mashhur bo'lib ketdi degani. Javobini topib kelamiz. Soon people noticed his talent. Demak, 16 yoshida bu meditsinani o'rgangan, juda ham tez odamlar uni talantini anglashgan. He started helping sick patients. Demak, kasallarga sekin-sekin yordam berishni boshlagan o'shanda, 16 yoshida. Ibn Sina became famous, juda ham mashhur bo'lib ketdi for his knowledge and skills as a doctor. Shifokor sifatida malakasi va bilimlari uchun u juda ham mashhur bo'lgan yoshligidanoq. Mashhurligi haqidagi savol, qarang, well known degani, mana bu well known degan so'z famous degan so'z bilan sinonim yoki paraphrase deb aytamiz. Mana shu joyda javob yotibdi degan ma'noni bildiradi. Mana shu atrofdan qidirish kerak. Qanaqa qilib bu mashhur bo'lgan desangiz, he helped people as a doctor. U insonlarga yordam berdi. Maktab ochgani yo'q. Davlatlarni sayohat qilgani emas. The canon of medicine is why was canon of medicine important? Nimaga? Bizda buni nima deydi? Tib qonunlari deb aytamiz. Mana shu kitob nimaga muhim degan savol. His most famous book is called The Canon of Medicine. This book explained many medical ideas and treatments. Bu kitob tushuntiradi judayam ko'p meditsinaga oid bo'lgan g'oya fikrlarni va davolash usullarini yoritib beradi, deyapti. Mana shuning uchun judayam mashhur ekan, muhim ekan. Mana shu javobimizda turibdi. It describes many ideas about medicine degan javobimiz to'g'ri. Bu Buxoro haqida ham emas, boshqa doktorlar haqida ham emas, yoki kitob yozishni o'rgatish uchun emas, balki meditsinaga oid g'oyalar bor ekan. What does the passage suggest about Ibn Sina as a person? Uni shaxs sifatida nimani bildirsa bo'ladi? Mana yoshligidan eslasangiz, u juda ham ko'p subjektlarni o'rgangan. Mana shu javob to'g'ri keladi. Bu qanaqadir maktabdagi fan deb emas, umumiy fanlarni yaxshi ko'rgan, har doim u boshqa fanlarni ham chuqur bilgan qomusiy olim. Mana shu javobimiz to'g'ri keladi. Yolg'iz ishlash haqida, faqatgina meditsina degan javoblarimiz mana shu chiqib ketadi. U ustoz bo'lishni xohlagan degan javobimiz chiqib ketadi. What's the main idea of the passage? Mana qarasangiz, oxirgi gapda Ibn Sino ishonadiki, learning, o'rganish va bilim juda ham muhim. Shuning uchun bugungi kunda uni zamonasining yoki tarixning eng kuchli thinkers, ya'ni o'ylovchisi, fikrlovchisi yoki fikr yetakchisi deb bilishadi va olimlardan deb bilishadi degan gapni o'qisak bo'ladi. Passagening asosiy maqsadi, g'oyasi nimada desangiz, agar Ibn Sina wrote books, shunaqa kitoblar yozganki, juda ham o'qishga qiyin, tushunishga qiyin degan javobimiz noto'g'ri, javob chiqib ketadi. Ibn Sina became famous because he traveled widely.
ko'p safar qilgan degan asosiy g'oya emas. Ibn Sina was a great scientist, judayam kuchli olim edi. Kimningki ishlari influenced medicine, meditsinaga katta ta'sir qilgan degan, demak, uni olimligi va meditsinaga qo'shgan hissasi haqida edi bu tekst degan siz javobimiz to'g'ri. The javobda Ibn Sina spent most of his life teaching students. U o'qituvchilik qilib ko'p vaqtini o'tkazdi degan javob yo'q. Balkim o'qituvchi haqida nimadir yozilgan bo'lishi kerak, lekin u asosiy g'oya emas. To'g'ri javobimiz C. Shuning bilan bugungi tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammamizga omad tilayman.